Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Ancha bo'ldi sizlarga video chiqarmaganimga. Rossiyaga kirish taqiqlanadi. Keyingi oy 30-chisidan nimaga deysizlar, endi bundan buyon PR kod bilan kiriladi Rossiyaga. Agar kimda PR kod bo'lmasa, обратно kelgan joyiga uzatishar ekan. O'shaning uchun do'stlar, gosusluga degan narsa hammada bo'lish kerak. Gosuslugadan sizlar zaявление berasizlar. Zaявление berib, men o'sha kuni boraman deb sizlarga keyin u ko'rib chiqilib PR kod beradi. O'shaning uchun hammada gosusluga bo'lish kerak. Borib kelib yurganlarda gosusluga qilmasangizlar, mana sim karta muammosi hozir kimda gosuslugasi bo'lmasa, gosuslug ochmagan bo'lsa, sim kartalar ishlamayapti. O'shaning uchun bu sim karta ham mana yana necha kun qoldi, bir 10 kundan keyin уже sim kartalar ham qoplanadi. Oz vaqt qoldi. Shuning uchun sim kartalaringiz ham kimda sininglis bo'lsa, hamma dokumentlari bo'lsa, borib o'zi nomiga o'tkazib olsin sim kartalarini. Bu haqida video qilganman. Kirib ko'ringlar. Shunaqa deyishyapti. 30-iyundan уже bu yog'i O'zbekistondan kelganlar PR kod bilan keladi. Endi hali bu haqida yana video qilaman. Xudo xolasa nima deysizlar, qanaqa videolar chiqaray sizlarga? Hozir men Moskvadalik qanaqa videolar sizlarga chiqarsam yaxshi bo'ladi, nima deysizlar? Yozib qoldiringlar kommentariyaga. Obuna bo'lishni unutmanglar. Ko'pchilik meni videolarimni obuna bo'lmasdan kuzatyapti. O'shaning uchun do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu nima desam bo'ladi? Qancha sizlar poddeshka qilsangizlar, men ham shuncha sizlarga chiroyli, yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Xudo xolasa gaplashamiz. Xudo xolasa.